هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Zümer tefsiri 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zümer suresi 19. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kimge azap vədisi tegişlik bolsa, o çoxum dözək kirdi. Sen dözəkdiki adamni qutqıza alamsan, lekin dünyada Rabbidin qoqqanlar cennette qavat ali imaretlerden bəhrəmən boludu. Ularning astidan östənlər iqib turdu. Bu Allah'ın vədisidir. Allah vədisiga xiloflik qilmaydi. Allah Teala bu ayette mundaq deydi. Allah bəxtsiz qilgan adamni sen azğınlıq ve halaketten qutqiza alamsan. Yani Allah Teala azdırgandan keyin onu hiç kim hidayet kılalmaydı. Çünkü Allah Teala azdırgan kişini hidayet qilgıcı bolmaydı. Allah Teala hidayet qilgan kişini azdırgıcı bolmaydı. Allah Teala saadetmen bendilerge cennette esil qasrlarni ve egiz binalarni tayyorlaganligini xabar qilib mundaq deydi. Qavat ali imoratlardan, yani taqvodorlar cennette puxta selingan qavat chiroyli zinnatlangan ali imoratlardan bahramand bo'ladi. İmam Ahmed'nin oğlu Abdullah Ali radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet qildi. Cennette hakikaten teşhidin teşini köygülü boladigan öy imaretler var. Sehralık bir Arap, ey Allah'ın peygamberi, o imaretler kimge berildi dedi. Peygamber aleyhisselam, yaxşı söz qilgan, yoxsullarga taam bergan, odamlar uxlayotganda namoz o'qigan kishilarga berildi deb javob berdi. Bu hadisni İmam Tirmizi rivayet qilgan. İmam Ahmed Sahil ibn Sa'id radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet qildi. Hakikaten cennet ehli cennette öylədiki adamlarni xuddi sizlar osmon ufqidagi yulduzni ko'rgandek ochiq ko'rdi. Sahil mundaq deydi. Men bu hadisni Nu'man ibn Abu Iyashqa deb berdim. Nu'man mundaq deydi. Men bu hadisni Abu Sa'id Xudri radiyallahu anhu'dan mundaq anladım. Xuddi sizlar sharq yoki g'arb ufqidagi yulduzni ko'rgandek ochiq ko'rib turdi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Ahmed Abu Hurayra radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivoyat qildi. Cennet ehli hakikaten cennetdeki uy egillarini fazilat ve derecelerde xuddi sizlar sharq ufqidagi eng yorug' yulduzni ko'rgandek ko'rib turishdi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, en şula peygamberler mi? Dedi. Peygamber aleyhisselam, şundaq, mening jinim ilkidi bo'lgan zat Allah'ın namı bilen qasamki ve yana ular Allah Teala'ga iman etgan
ve payg'ambarlarni tasdiq qilgan qavmlardir dedi. Bu hadisni İmam Termiziy rivoyat qilgan. Ularning ostidan o'stanglar yiqib turdi. Ya'ni o'stanglar u imoratlarning orliqida cennet ahli qayerga eqitishni xohlasa, shu yerga aqtirildi. La ilaha illalloh Muhammad Rasul. Bu Allohning va'dasidir. Ya'ni biz bayon qilgan bu narsa Allah Taoloning mu'min bandalariga qilgan va'dasidir. Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen bilmemsenki Allah bulutdan yağmur yağdırdı. Andın onu yerge sındırıp bulakni paydo qildi. Andın Allah onun bilen rengi xilma-xil ziraatlarni undirdi. Andın u quruydi. Onun sarg'ayib ketganligini ko'rsan. Andın Allah uni shox-sho'mbiga aylantirdi. Onun da hakikaten aqlli egilleri üçün Allah'ın kudretini gösterdiğin ibret var. Allah köksünü İslam üçün kən qıyğan, Rabbinin nuru üstüde boğan adam, dili kör adam bilen oxşaşmı, Allah'ın zikrini terk etkenlikten dilleri qetip ketkenlergi vay. Eni şula roşen gumrahlıktıdır. Dünya hayatının misali doğrusida. Allah Teala bu ayetlerde su'nun asli manbasının bulut ekanligidan xabar berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Bulutdan pak su'ni tushirib berdik. Allah Teala bulutdan su'ni tushirib, uni tuproqqa singdirdi. Ondan u su'ni tuproq qatlamlarida o'zi xohlagancha turg'izdi. Ondan uni insonlarning ehtiyoji qarta cho'ng kichik buloqlar orqali chiqirdi. Shuning uchun Alloh taolo ondan uni yerga singdirib buloqni paydo qildi deydi. Said ibn Jubayr ve Amir Şa'bi zimindeki barlıq sunun asli mənbəsi asmandır dedi. Yine Said ibn Jubayr sunun asli mənbəsi qardır. Yani qar tağlarının üstüge döv bolup yağıdı. Andın tağlarının astıdan bulaqlar iqib çıqıdı dedi. Andın Allah onun bilen rengi xilma-xil ziraatlarını öndürdü. Yani asmandan tushgan ve yeryüzüden bulaqlardan chiqqan suv bilen şekli, ta'mi, purqi ve paydalari xilma-xil bo'lgan ziraatlarni undirdi. Ondan u quriydi. Ko'rkam ve güzel bo'lgandan keyin kayniga yenishqa boshlaydi. Uning sarg'ayib ketganligini ko'rsan, ya'ni u qurishqa boshlaydi. Ondan Allah onu shox-sho'mbiga aylantirdi. Onun da hakikaten aql egilleri üçün Allah'ın kudretini gösterdiğin ibret var. Yani dünya muşundaq yeşil, körkem, çıraylık boludu. Ondan şumluq yığıp turduğun xarablaşqan haletki kelidi. Bunu əslab ibret alıdığanlar üçün elbette ibret var. Qiran yaşmı çoğuyup qeri, aciz haletki qaytıdı. Şunundan keyin onunğa ölüm kelidi. Haqiqiy baxtli kishi ölümden keyin yaxshilikqa erishgan kishidir. Allah Teala dünya hayatını asmandan suv tushirib, onun bilen ziraat ve meyvelik daraxtlarni o'stirib, ondan onu shox-sho'mbiga aylantirib qo'yganligiga o'xshatib, nurg'un misol keltirdi. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga, yani kishilarga
Dünya tirikçilik haqida mundaq misolni keltirgan. U shuningga o'xshaydiki, biz osmondan yomg'ir yog'dirdik. Shu suv bilan zaminning o'simliklari bir-biriga chirmishib, boluq o'sdi. Keyin u qurib to'kildi. Shamollar uni taraf-tarafga uchirib ketdi. Allah her narsaga qodirdir. Haq egilleri bilan azg'un kishilarning barobar bo'lmaydiganlik to'g'risida. Allah ko'ksini islom uchun keng qilgan, Rabbining nuri ustida bo'lgan odam, ya'ni bu xil sifatdagi odam dili toshda qetib ketgan, haqiqatdan yiroq bo'lgan odam bilan o'xshash bo'lamdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan terildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishgan nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kafirlarga ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Allah'ның zikrini terk etkenlikten dilleri qetip ketkenlerge vay. Yani Allah Teala yad etilse ularning dilleri erimeydi. Allah Teala'dan korkmaydı. Haqni qabul qilmaydi ve düşenmeydi. Yani şula roşen gümrahlıktıdır. Allah sözlerinin en çıraylıqı boğan Kur'an'ı nazil kıldı. Fasahatda, balag'atda uning ba'zisiga o'xshab ketadi. Va'z nasihatlar, ahkomlar, qissalar uningda takrorlandi. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chaqda Rabbidan qo'rqadigan kishilarning badanlari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mağfiretiga doir oyatlar tilovat qilingan chaqda ularning badanlari va dillari yumshab aram topadi. Ana shu, ya'ni Qur'on Allohning hidoyatidirki, uning bilan Allah xohlagan odamni hidoyat qiladi. Allah azdirgan odamga hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Qur'onning sifati to'g'risida Allah Teala keremlik payg'ambariga nazil qilgan büyük kitabı Qur'on Kerimni madhilab mundaq deydi. Allah sözlərinin ən chiroyli bo'lgan Qur'onni nazil qildi. Fasahatda, balog'atda uning ba'zisiga o'xshab ketadi. Va'z nasihatlar, ahkomlar, qissalar uningda takrorlandi. Mujahid Qur'onning mazmunlarining ba'zisiga o'xshab ketadi va takrorlandi dedi. Qatada oyatga, harfga o'xshab ketadi dedi. Zahhak insonlarning buyuk va yuksak Rabbining so'zini tushunishi uchun Qur'onning mazmunlari takrorlanib turdi dedi. Ikrima va Hasan mundaq deydi. Allah Teala Qur'onda ahkomlarni takror keltirdi. Hasan bu so'ziga bir suradagi bir oyat yana bir suradagi yana bir oyatga o'xshaydi degan so'zni qo'shib qo'ydi. Said ibn Jubayr ibn Abbas radhiyallohu anhumaning takrorlandi degan oyat haqida Qur'on oyatlarining ba'zisiga o'xshaydi, ba'zisini takrorlaydi deganlikni rivoyat qiladi. Bazı ulamalar Sufyan ibn Uyaynning Allah Teala'nın onun ba'zisiga o'xshab ketadi. Va'z nasihatlar, ahkomlar, qissalar uningda takrorlandi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan Qur'onning mazmunlari ba'zida bir mazmunda bo'ladi. Bu ba'zisiga o'xshab qolganlik bo'ladi. Yeni ba'zida bir narsa bayon qilinsa, uning aksimi bayon qilindi. Masalan, mu'minlarni
andın kafirlarni bayon qilish, jannatning sifatini andın davzaxning sifatini bayon qilishga o'xshash. Mana bu takrorlanishdir. Bunun misali Allah Teala'nın tüvendik ayetleridir. Müminler şek şübhisiz cennette boludu. Kafirler şek şübhisiz devzakta boludu. Ula tarazıda ölçemde kem beriştin yansın. Yaman ademlerinin namı emali çokum siccinde boludu. Rastla yakşı bendilerinin namı emali şek şübhisiz illiyunda boludu. Bu vəzi nəsihətdir. Təqvadarlığa əlbəttə yaxşı aqibət var. Bu həqiqətdir. Kafirlərin axirətdə boluduğan cayı həqiqətən ən yaman caydır. Mana bu ayətlərin həmmisi təkrarlanış hesablandı. İki xil mənini göstərdi. Amma məzmunların həmmisi bir mənada bo'lib, ba'zisiga o'xshab qolsa, ba'zisiga o'xshab qolganlik hisoblandi. Bu Allah Taola'nın Sure Al-İmron'da bayon qilgan, uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Degan oyatidagi mutashabih oyatlarning qatoridan emas. Mutashabih oyatlarning ma'nisi boshqadir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chaqda Rabbidan qo'rqadigan kishilarning badanlari titraydi. Ondan Allah'ın zikri için, yani Allah'ın rahmeti, mağfiretiga dair ayetler tilovat qilingan chaqda ularning badanlari va dillari yumshab aram topadi. Yani bu yaxshi bandilarning sifati bo'lib, ular hammani tizginlab turg'uchi, kuzatib turg'uchi, g'olib, nihoyatda mag'firat qilg'uchi Alloh taolaning so'zini anglagan vaqtida ular va'da qilingan yomon oqibat, qo'rqinch va tahdid qatorliqlarni tushunganligi uchun ularning badanlari qo'rqinchdan titraydi. Ondan Allah'ın zikri üçün, yani Allah'ın rahmeti, mağfiretiga dair ayetler tilavet qilingan chaqda ularning badanlari va dillari yumshab aram topadi. Yani Allah Taola'nın rahmetini ve mehr shafqatini umid qilib, ularning badanlari va dillari yumshab aram topadi. Ular o'zlarining qarshisidagi yomon odamlarga tuvandagi bir necha tarafdan qarama-qarshi holatda bo'ladi. Birinchisi, yaxshi odamlar tilovat qilingan oyatlarni anglaydi. Yomon odamlar bo'lsa, naqshchi qizlarning naqsha va nag'malarini anglaydi. La havla va la quvvata illa billah. İkinci, ular haqiqatan eng shafqatlik Allah Taola'nın oyatları o'zlariga tilovat qilinsa, hayiqish, qo'rqish, umid, muhabbat, tushuncha va ilm ilkida yig'lab turib sajda qiladi. Subhanalloh. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Faqat Alloh yod etilsa, dillarda qo'rqinish paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, Rabbiga tavakkul qiladigan kishilar komil mu'minlardir. Ular mukammal ravishda namoz o'qiydi. Biz ularga rizq qilib bergan pul moldan Alloh yo'lida sarf qiladi. Ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ular Rabbining dargohida yuqori martabalarga, mag'firatga va isil rizqqa, ya'ni jannatning tugimas ne'matlariga erishadi. Ularga Rabbining oyatlari bilan va'zi nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. Ya'ni ular va'zi nasihatni anglaganda uningga parvosizlik qilmasdan, balki uningga berilib quloq silib,
uning ma'nosini atrofliq tushunadi. Shuning uchun ular uningga amal qiladi. Sajda oyatlari kelganda boshqalarga qarg'ularcha agishib sajda qilmasdan, balki uning ma'nosini haqiqiy bilib turib sajda qiladi. Uchinchisi, ular haqiqatan oyatlarni anglagan vaqtda adab axloq bilan berilib anglaydi. Sahaba radiyallohu anhumlar shunday qiladi. Ular Alloh taolaning so'zini Payg'ambar alayhisalomning tilovati orqali anglagan vaqtida ularning badanlari titraydi. Dillari Alloh taolaning zikriga yumshaydi. Ular yuqori ovozda paron qilishmaydi. Qodir bo'lolmaydigan ishlarga o'zlarini urmaydi. Balki ularda ishonch, xotirjamlik, adab axloq va qo'rqinish qatorliq sifatlar bo'lib, bu sifatlarda hech kim ularga yetolmaydi. Shuning uchun ular dunyo va oxiratda yuksak Rabbining madhisiga erishdi. Abdurrazzaq mundaq deydi. Biz Ma'mar bizga Qatodaning Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chaqda Rabbidan qo'rqadigan kishilarning badanlari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chaqda ularning badanlari va dillari yumshab arom topadi degan oyatni tilovat qilib, ondan mundaq deganligini so'zlab berdi. Bu Alloh taolaning avliyolarining sifatidir. Alloh taolo ularni badanlari titraydi, ko'zlari yosh to'kadi, dillari Allohning zikri bilan arom topadi deb sifatladi. Alloh taolo ularni aqlidan adashgan, gumrohlik qoplab olgan deb sifatlamadi. Chunki bu xil holatlardagi sifatlar faqat bid'atchilarda bo'ladi. Bid'atchilik shayton tarafidandir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ana shu, ya'ni Qur'on Allohning hidoyatidir-ki, uning bilan Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni bu Alloh taolo hidoyat qilgan kishining sifatidir. Kimiki buning aksichi bo'ladi ekan, u Alloh taolo ozdirgan kishining qatoridan bo'ladi. Allah azdirgan odamga hech hidoyat qilguvchi bo'lmaydi. Qiyomat kuni qattiq azobni yuzi bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi? Zalimlarga, ya'ni kofirlarga qilgan gunohinglarning jazosini tetinglar deyildi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'ylamagan yerdan ularga azob keldi. Allah ularga bu dunyoda xorliqning ta'min tetdi. Oxiratning azobi texami buyukdir. Ular oxiratning azobini bilsa edi, payg'ambarlarni inkor qilmaydi. Inkor qiluvchilarning oqibati to'g'risida. Qiyomat kuni qattiq azobni yuzi bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi? Uni va uningga o'xshash zolimlarni qo'rqitish uchun qilgan gunohinglarning jazosini tetinglar deyildi. Ya'ni bundoq odam qiyomat kuni azobga duchor bo'lmay xotirjam holda keladigan odam bilan o'xshashmi? Alloh taolo bu vaqtda bundoq degan. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangilatib mangan odammi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? Ular devzaqda düm yatqizilib so'rildigan kunda ularga devzaqning azobini tetinglar deyildi. Qiyomat kuni devzaqqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi?
alloh taolo yuqoridagi oyatda azobga duchor bo'ladigan odamni bayon qilish bilan ko'p foydalanib azobga duchor bo'lmaydigan odam haqida to'xtalmadi. alloh taolo yuqoridagi oyatda azobga duchor bo'ladigan odamni bayon qilish bilan ko'p foydalanib azobga duchor bo'lmaydigan odam haqida to'xtalmadi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'ylamag'an yerdan ularga azob keldi. Ya'ni ular ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlar bo'lib, Alloh ularning gunohlari tufaylidan halok qildi. Ularni Alloh taoladan boshqa qutqazuvchi bo'lmadi. Alloh ularga bu dunyoda azob tushirish orqali xorliqning ta'min etdi. Ya'ni Alloh ularni jazolash orqali mu'minlarning diliga xotirjamlik bag'ishladi. Bu oyatda xitob qilinayotgan uningdan hazar aylish kerak. Bu oyatda xitob qilinayotgan uningdan hazar aylish kerak. Chunki ular eng sharafli elchi payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad alayhisalomni inkor qildi. Alloh oxiratda ularga tayyorlagan qattiq azob dunyoda ularga yetgan xorliqdan ig'irdir. Shuning uchun Alloh mundaq deydi: oxiratning azobi texmi buyukdir. Ular oxiratning azobini bilsa edi, payg'ambarlarni inkor qilmaydi. Alhamdulillah. Yuqorida sura Zumar tafsiridan 26-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.